Assalomu alaykum do'stlar. Mana kavrak ko'chatlarimiz 2024-yil noyabr oyi ekilgan kavrak ko'chatlarimiz, xudo xolasa. Bu mana shu holatga kelgan do'stlar. Profilimga o'tib ko'rsalaring qanaqa tartibda ekilgani, xudo xolasa. Qo'yganman 2024-yil noyabr oyida ekilgan kavrak ko'chatlarimiz. Mana shu holatga kelgan, xudo xolasa. Uch quloq, ikki quloq bo'lgan kattaligi. O'zinglar bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa bularni kattarishiga qarab, yana 2 yildan keyin bemalol hosilni olaversak bo'ladi. Kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa YouTube'da ham ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Hammaning ishlariga omad. Kavrak haqida kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirasizlar, xudo xolasa.